bir podpischimizni 35 yilga deport qilibdi, sababini bilmayman, nima sababdan deb yozibdilar. Bunaqa situatsiyaga bitta siz emas tushayotgan. Hozir Rossiyaga kirib kelayotgan odamlarni hammasini emas-u, qanaqadir vaqt bo'lib qolyapti, telefonlarini shunaqa proverka qilyaptilar. Meni o'zimni ham shunaqa proverka qilganlar. Turkiyaga borgan vaqtim 3 marta ham telefonlarini tekshirgan, nima ish qilasan, nimaga bording deb alohida xonaga olib kirib so'roq qilgan. Sizda ham telefoningizni tekshirgan vaqtda ular telefonni men o'zim ko'rganman. Kabelni shunday tiqadida bir 10 sekundlar ushlab turadi, chiqarib ular ko'radi. Ular nimani tekshiradi? Qanaqadir saytga siz podpisatsiya qilgansiz, ili videolar qanaqadir ekstremizmga oid videolargami, kommentariy yozganmisiz, ili kimgadir jo'natganmisiz, uni bilmayman. Mana shu sababdan Facebook hozir 50 yilga dashi deport uryapti. Uni ochtirib ham bo'lmaydi. Chunki buni Facebook uryapti. Facebook qilganini migratsion slujba qaytib ochmaydi. Rossiyada yangi kelayotganlarmi, ili qaytib kelayotganlar iloji boricha telefonlaringizda chistitz qilinglar, kim qanaqa gruppalar a'zo bo'lmanglar va videolarni olib tashlamanglar. Rossiyada qanaqadir gruppalar zapretga turgan bo'lishi mumkin. Shu sababdan odamlar deportga tushib qolyapti.